Yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqchi bo'lgan yosh vatandoshlar diqqatiga. Vatandoshlar jamoat fondi joriy yilning 25-26 aprel kunlari xorijda yashayotgan vatandoshlar uchun Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanidagi Aqchako'l manzilida yosh vatandoshlar forumini o'tkazishini ma'lum qiladi. Forum bu yangi g'oyalar, yangi tanishuvlar va yangi imkoniyatlar maydoni. Forum doirasida yoshlar uchun konferensiyalar, ijodiy badiiy uchrashuvlar, madaniy tadbirlar, sport va intellektual o'yinlar tashkil etish rejalashtirilgan. Nomzodlar joriy yilning 15 aprel sanasiga qadar mazkur havola orqali ro'yxatdan o'tishlari hamda tashabbusli g'oya va takliflarni yuborishlari kerak bo'ladi. Eng sara taklif mualliflari yosh vatandoshlar forumiga taklif etiladi. Forum ishtirokchilarining tadbirga oid barcha xarajatlari vatandoshlar jamoat fondi tomonidan qoplanadi. Fursatni boy bermang. Hoziroq ishtirokchilar safiga qo'shiling. Yosh vatandoshlar forumi siz uchun katta imkoniyatlar maydoni.